Muhim yangilik, so'nggi 12 yillikning eng boy ayoli Fan Shuey bugun Ruyinchin shahriga keladi. U har yil o'tkaziladigan biznes forumida qatnashadi. Shanchin, o'zing oddiy baliq sotuvchisi bo'lsang, nega har kuni o'zingga tegishli bo'lmagan yangiliklarni ko'rasan, a? Qaynonangni jahli chiqishi mumkin. Nega bunday deb o'ylaysiz? Bu Shanchinning chindan ham ishongan odami bormi? Hay, bugun bu yerda savdo qilish mumkin emas. Laxshilishingizni yig'ib daq bo'ling. Nega xalyab turibsan? Ijarasini to'laganman, nega ketaman? Agar ketsam, bugungi zararimni qoplaysanmi? Yaramas, gapga tushunmaysanmi? Yig'ishtir. Nima deding? Nima deding? Yig'ishtir dedim senga. Sen ayolsan. Sen bilan pachaklashib o'tirmayman. Bilasanmi, bugun bu yerga kim kelyapti? Dunyodagi eng boy insonlardan biri. Fan Shuey. Hammasini shaxsan tekshiradi. Fan Shueymi? Senga o'xshaganlar hatto ismini ham eshitmagan. Agar uni ranjitsang, kuning bitadi. Ruyinchin katta shahar. Nega aynan shu yerga kelyapti? Nega bu yerni tanlagan? Sen uchun emasligi aniq. Agar u senga bir ko'z tashlasa ham, to'kilgan hamma krevetkalarni o'zim yig'aman. Gapingni unutma.